Menga kechagina shunaqa SMS yozishgan ekan. Men, конечно, o'zimni ersiramaganligimni va erdan muhimroq ishlar bilan shug'ullanayotganligimni bot-bot takrorlab, agressiya qilishni o'rniga boshqacha yo'l tutishga qaror qildim. Chunki farosatli odam buni allaqachon sezgan bo'lardi. Shuning uchun men bugun boshqa mavzuga birinchi tiqishga qaror qildim. Nima uchun испокон веков bizza erkaklarga nisbatan nastroykamizdan to'g'rilashimiz kerak bo'ldi? Eslatib o'taman, Allohim именно ayol kishini hayot ato etish uchun tanladi, erkak kishini emas. Odam atoga momo havo kerak bo'lganligi uchun momo havo yaratildi. Momo havo ersirab qolganligi uchun emas. Просто думаю, nimaga hayot va именно bizning mentalitet ayol kishiga nisbatan o'ta va juda adolatsiz. Doim nima uchundir ayol kishi o'zbek mentalitetida erkak kishiga nisbatan nastroykalarni amnavlaj qilib turishga to'g'ri keladi. Nima uchun teskarisi emas, bizani ham yaxshi yashagimiz keladi. Yo'q, bu gapim bilan erkak kishi bunaqa munosabatlarga munosib emas demoqchi emasman. Munosib. Biz ham munosibmiz, chunki biz ham odammiz. Xuddi sizlarga o'xshab. Qolaversa, ayol kishining organizmi va intellekt miyasi erkak kishinikiga nisbatan murakkabroq tuzilgan ekan. Yo'q, bu yaxshi yomon demoqchi emasman, просто murakkabroq tuzilgan. Вот, o'shaning uchun ham bizdagi murakkab texnologiyani o'rganish uchun yangi algoritm tuzib chiqinglar. Bizdagi erkak kishiga nisbatan kibrli, erkak kishidan zug'um ko'rgan deb taxmin qilinayotgan, sovuq va qaysar, o'jarlarga nisbatan yangi algoritm tuzinglar. Har IT bo'yicha sizlar bizdan ustunroqsizlar. Давайте sizlar harakat qilinglar. Biz oyog'imizdan cho'zib o'tiramiz. Qotga qarama, YouTube'ga qarasang ham erkaklarni o'rash haqida qanaqadir yangicha maslahatlar. Mana bu yoqqa qarasam psixologlar yozishyapti. Ajrashib ketmasligingiz uchun ayollarga beriladigan maslahatlar. Давайте endi sizlarni galinglar. Ajrashib ketmasligi uchun sizlar harakat qilinglar. Tashab ketmasligimiz uchun sizlar yuguringlar. Bizga erishish uchun nimalardir qilinglar. Bizga ham nimadir приятный bo'lsin, hech bo'lmaganda.